ber endi, ber, bo'lmayapti. Bersanchi. Berish kerak. Endi ko'proq pul solish kerak. $500 solib ko'raman. $500 ketdi. Buni qaytarishim kerak. Sog'dan pulni ishlatib tursam-ki, Shep kelguncha to'g'rilab qo'yaman. 5 sekund chiqar. Nima qilyapti bu? Telefondan bosh chiqmay qoldi. Ochalachi. Shuncha pul tushib qo'ydim ha. Endi buni qanaqa qilib to'layman? Shep ham telefon qilyapti. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Arorbek? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Nima bu telefondan boshing chiqmay qoldi, ishlaymi? Ha, yo'q, hammasi yaxshi. Joyda. Yaxshi hammasi. O'sha kunda boramiz. Xo'p, yaxshi kelib oling. Shep ham kelyapti. Pullar to'lashim kerak. Ilyosga telefon qiling. Alo. Yaxshi rahmat o'zing. Qayerdasan? Turg'oyda yondaman kelov. Hozir boraman. Ilyos, yaxshimisan? Tinchlikmi? Rangim biroq bor. Do'stim, holat chata. Sog'dan puldan $10,000 tushib qo'ydim. Shep kelyapti, Shep kelguncha pullar to'g'lash kerak. Holim chata. Nima qilishingni bilmayapman. Qo'ychi, shuncha tushib qo'ydingmi? O'ylanma do'stim, qaytaramiz. Qanaqasiga? Xo'sh. Kattaroq pul kerak. Qanaqa pul? Pul o'zi yo'q-ku. Bitta variant bor. Qanaqa? Mashina olib sotamiz. Qaysi mashina olib sotasiz? Bitta mashina pul tanishim bor. Undan variant olamiz, marka sotamiz. Oladigan odam ham bor. Gaplashib olmasam mana shu tanishim. Unga boshda pul berish kerak-da. Qaysi pulni berasan? Pul yo'q-ku. Dadam mashinasini olaylik. Dadam o'zi bitta mashinasi bo'lsa, uni qayerdan beradi menga? Ishga borib kelsa unda. Uni bersak, undan zo'rini olamiz dadangga. Mayli, gaplashib olmasam bitiraylik tezroq. Alo. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Rahmat aka, o'z tinchmisiz? Aka, bizga mashina kerak edi. Ha, bo'ldi, kelaveringlar. Aka, qayerda ko'rishsak bo'ladi? Shu doim turadigan joy. Bo'ldi aka, hozir o'taman. Ha, kelaveringlar, hop. Assalomu alaykum, dada, hormang. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yaxshi. Yo'q, yaxshi rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi kelib oldingmi? Menga mashinani berib turing.